Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga GP kamenni yopishtirish jarayonlarini bir qator ko'rsatib o'tmoqchimiz. Uni fasonlari har xil. Rangi kimda qanaqa xohish bo'lsa, tanlaganini chiqarib beraveramiz. Sariqdanmi, malla rangmi, qora rangmi, har xilidan. Ana ustalarimiz yopishtirish jarayonini ham ko'rsatib o'tyapmiz bir qator. Ikki yuz kvadrat joyimizni mana shunaqa fasonda xudo xolasa chiqaryapmiz. Narx-navolariga kelsak, chiqarib berishimiz 60 ming so'mdan. Usta haqlari kelishilgan narxda bo'laveradi. Qiziqqanlarga telefon nomerlari, adreslar qoldirib o'tamiz. Hozirgi ishimiz Darvishqda bo'lyapti.